Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Haftalik istiqlol xabarlari programmamizga kelganlarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyati mas'ullari Anqarada bir yurish faoliyatlari elib bordi. 2013-yili 3-oyning 20 kuni Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyatining raisi Hidoyatullo O'g'izxonning boshchiligida jamiyat mas'ullaridan tarkib topgan 3 kishilik hay'at Anqarani ziyorat qilib bir yurish faoliyatlari elib bordi. Hidoyatullo O'g'izxon boshchiligidagi 3 kishilik hay'at Turkiya parlamentini ziyorat qilib, Turkiya Adolat va taraqqiyot partiyasining muavin raisi Professor Mustafa Shantop va Osman Apandi qatorliq parlament a'zolari bilan ayrim uchrashdi. Hay'at oldi bilan parlament a'zosi Osman Apandi bilan ishxonasida uchrashdi. Bu uchrashuvda Hidoyatullo O'g'izxon Sharq Turkiston masalasi, Uyg'urlarning hozirgi ahvoli va jamiyatning elib berayotgan xizmat faoliyati to'g'risida doklad berdi va Sharq Turkiston masalasi to'g'risida tayyorlangan kitob, jurnal va dokladni taqdim qildi. Parlament a'zosi Osman Apandi o'zining bir parlament a'zosi bo'lish sifati bilan Uyg'urlar duch kelayotgan qiyinchiliklarni hal qilish uchun qo'lidan kelish tirishadiganligini ifodaladi. Hidoyatullo O'g'izxon boshchiligidagi hay'at keyin parlament a'zosi shundaqla Adolat va taraqqiyot partiyasining muavin raisi Mustafa Shantop apandini ishxonasida ziyorat qilib suhbat elib bordi. Ikki taraf Sharq Turkiston to'g'risida elib bormoqchi bo'lgan bir qism xizmat planlari to'g'risida fikr almashtirdi. Hidoyatullo O'g'izxon boshchiligidagi hay'at yana Turkiya bosh ministrligiga qarashliq Turkiya sirtidagi qarindosh Turk xalqlar ishlari idorasini ziyorat qilib, bu idoraning ishxona mudiri Ramazon Apandi bilan uchrashdi va Turk dunyosining bir partiyasi va qanigan yarasi deb qaralayotgan Sharq Turkiston masalasi va Uyg'urlarning hozirgi ahvoli to'g'risida suhbatlashdi. Hay'at Anqara ziyorati jarayonida yana bir qancha muhim davlat organlarini ziyorat qildi va yaxshi natija bilan ziyoratni oxirlashtirib Istanbulga qaytdi. Kichik Mujohid Qashqarli Chanoqqal'ada Turkiya bosh ministrini ta'sirlantirdi. 18 mart Chanoqqal'a urushi zafarining 98-yili munosabati bilan shahidlar xotira kunini qutlug'lash faoliyati Cumhuriyet maydonida boshlangan bo'lib, 18 mart Tantarbiya maydonidagi marosimlar nihoyat qizg'in davomlashdi. Butun Turkiya bir maqsad, bir niyatda yengilmas iskadara filotlarni tarmar qilgan Chanoqqal'ada Bosh minister Recep Tayyip Erdoğan qetilgan Chanoqqal'a shahidlarini xotirlash marosimi nihoyat dag'dug'liq o'tkazildi. 15 ming kishilik tantarbiya maydoni ishtirokchilar bilan to'liq to'lgan edi. Sahnaga chiqqan Sharq Turkistonlik 5 yoshdagi Mujohid Qashqarining ota yurtdan ona yurtga, ko'k bayroqdan qizil bayroqqa qizg'in salomlarni elib keldim. Hammanglarga assalomu alaykum deb boshlagan so'zdan keyin o'qigan Chanoqqal'a shahidlariga nomli she'r butun Turkiya xalqi va naq maydondagi muhtaram ishtirokchilar tarafidan qattiq olqishlandi. Kendisi Doğu Türkistanlı olan Mücahit Kaşgarlı, 5 yaşında, küçük ama yüreği kocaman bir evladımız. Bizlere Çanakkale Şehitlerine adlı şiirli seslenecek. Şiirini okumak üzere kendisini mikrofona alkışlarınızla davet ediyorum. Ata yurttan ana yurda, gök bayraktan al bayrağı, kucak dolusu sevgi ve selamlar getir. Hepinize esselamu aleyküm. Mujohid Qashqari she'r o'qib bo'lgandan keyin hurmatli bosh ministerimni so'ysam bo'lamdi deb Bosh minister Erdo'g'anning yeniga kelgan kichik Omaq Mujohidni bosh minister va boshqa ministerlar o'rnidan turib qarshi oldi. Mujohid Erdo'g'anning qo'lini suyib hurmat bildirdi. Bosh minister Erdo'g'anmo kichik Mujohidning mangziga suyib, kichik Mujohid bilan bir oz suhbatlashdi. Keyin Erdo'g'an kichik Mujohid Qashqarining uzatgan maktubini qo'yun yanchiqqa soldi. Mujohidning o'qigan bu she'ri va maydonga keltirgan ta'siri butun televiziya kanallarida shu kuni va atisi nihoyat jonli xabar qilib tarqatildi. Omaq Mujohidning bundan keyin yanama zo'r g'alabalarni qo'lga keltirishiga tilakdoshmiz va uni tarbiyalagan ota-onasiga chin qalbimizdan tashakkur etamiz.
Bu bir Avrupalı, dedirir yırtıcı, his yoksulu sırttan kümesi. Varsa gelmiş açılıp mahfesi yahut kafesi. Eski dünya, yeni dünya. Bütün akvamı beşer, kaynıyor kum gibi, tufan gibi mahşer, mahşer. Yedi iklimi cihanı duruyor karşında. Avrasya ile beraber bakıyorsun Kanada. Çehreler başka, nisanlar. Deriler rengarenk. Sade bir hadise var ortada. Vahşetler denk. Ah o 20. asır yok mu mahluk esir. Ne kadar gövdesi mevcud ise hakkıyla sefir. Alınırken hamı göksündeki kat kat iman. Çünkü teksis ilahi. Bu metin istikam. Sarılır indirmeki mustakemler. Beşerin azmini tekif edemez suni beşer. Bu göğüslerse sevdanın. Ebedi sen haddi. O benim suni bedim. Onu çiğnetme dedi. Asım'ın nesli diyordum ya. Nesilmiş gerçek. Sayın Başbakanımı öpebilir miyim? Diyor ve Başbakan ayağa kalktı. Bakalım Başbakan kendisini Evet, stadyumumuzu onurlandıran değerli konuklarımız, Mücahit kardeşimiz, Sayın Başbakanımızın elini öpmek üzere tribünlere çıktı. Küçük yavrumuzu alkışlar mıyız lütfen? Guantanamo türməsindəki Uyğurlarga heç kim ega çıxmadı. Guantanamo türməsindən qoyub berilib Palau arallarına o'rinlashtirilgan Uyğurlar boshqa bir yerga ketilmaganiga o'xshash turib atgan yerida moddiy qiyinchiliklar sababli og'ir ahvolda qolmoqda. 2001 yili Afg'oniston ishg'olidan keyin Amerika Qo'shma Shtatlari askarlari tomonidan Afg'onistonda tutilib Guantanamo türməsiga keltirilgan va 2009 yili Guantanamo türməsindən qo'yib berilib Palau arallarına yerleştirilgan Uyg'urlar növbətdə Guantanamo türməsindən hech qanday farqi yo'q shaklda hayot kechirmoqda. Guantanamo türməsində 8 yil yotgan 22 nafar Uyg'ur 2009 yili sud mahkamasining hukmi bilan oqlanib qo'yib berilgan va vaqtliq yerlashish huquqi bergan Janubiy Pasifikdagi bir orol davlati bo'lgan Palauning yendiki Arnavutluq, El Salvador va Shvetsariyaning orollarida yer olgan turli davlatlarga avatilgan edi. Sud mahkamasi Sharq Turkiston islom harakati rahbarlari bilan aloqasi bor deb qaralgan Uyg'urlarning terrorchi deb e'lon qilingan Xitoyda uzun muddat turma jazolariga duchor bo'lishi va yoki o'limga hukm qilinish mumkinchiligi sababli Xitoyga topshirib bermagan edi. Amdilikda Palau orollarga yerlashtirilgan Uyg'urlar Associated Press axborot agentligi bilan suhbat olib bordi va ichki azoblanishlarni anglatdi. Palau hukumati tarafidan Uyg'urlarga yordam qilish maqsadi bilan beriladigan oylik maoshning to'xtatib olishi bilan turmushda qiyinchilikqa uchragan Ahmad Abdullah oilasi bilan hozir uyda tok yo'q holatda hayot kechirmoqda. 42 yoshlik Abdullah shahmat o'yinidagi urug'doshlariga o'xshab qolganligini so'zlab, ular biz bilan yillardan beri o'yin o'ynayotdi dedi. Havo hujumi suiqasdidan so'l putidan ayrilgan Abdullah oilasi bilan birlikda yana boshqa 3 nafar do'stini uyda mehmon qilib kelmoqda. Guantanamo turmasidan erkin qo'yib berilgan Uyg'urlar Xitoyning besimi ostida tutib turilmoqda. Hamda hech bir zaman hech qanday bir faoliyatga qatnashmaganligi aniq bo'lgan bo'lsa-mu, yanada terrorchi deb qaralmoqda.
Palau Cumhur Reisi Tommy Ramangasov vaqtliq Palauda yashashga ruxsat qilingan Uyg'urlarning davomliq turalaydigan bir davlat tepilishi uchun qattiq urinayotganligi, lekin bu urinishlarning bir natijaga erishalmaganligini ilgari surdi. Palau davlat boshlig'i Tommy Ramangasov bu Uyg'urlarni qabul qilganligimiz sababli Xitoyning qattiq norozi bo'layotganligi hammaga ayondir. Hech kim bu Uyg'urlarni davlatiga qabul qilishni xohlamadi. Xitoyning bu Uyg'urlar to'g'riliq besimi hozirgacha davomlashyapti dedi. Xitoy davlat rahbarlari Palau davlat raisining Uyg'urlar to'g'riliq besim qilayotganligi to'g'risidagi bayonotiga hozirgacha hech qanday inkos qaytarmadi. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat boshqarma so'zchisi Patrick Ventrell Amerika Qo'shma Shtatlarining Uyg'urlar uchun qoladigan bir yer izlayotganligini va Palau rahbarlari bilan aloqalashib turayotganligini ilgari surgan bo'lsa-mu, lekin hozirgacha aniq bir natijaga erishganligini e'lon qilmadi. Yana bir tarafdan mazkur orolga o'rinlashtirilgan 6 nafar Uyg'urning biri bo'lgan Adil Nurining o'tgan oyda oroldan qochganligi hukumat tomonidan e'lon qilindi. Yerlik bir gazetda ilgari surilgan xabarga qaraganda Adil Nuri Yaponiya orqali Turkiyaga kirgan. Tia Balov nomli yerlik gazetda Palaudagi bir oliy maktabda amalliq saqlash xizmatchisi bo'lib ishga tushgan 43 yoshli Adil Nurining ayoli va bolasi turayotgan Turkiyaga qarab yo'lga chiqqanligi yozilgan edi. Palau orollarida 20 mingga yaqin kishi yashaydi. 1994-yili Amerika Qo'shma Shtatlari himoyasidan chiqqan Palauga Amerika Uyg'urlarning yerlashishi uchun 600 ming Amerika dollari berdi. Lekin orol rahbarlari bu Uyg'urlarga qilinadigan yordamni to'xtatib o'tgan. Guantanamo turmasidan qayta qo'yib berilganda intayin xo'shal bo'lganligini ilgari surgan Abdul Jabbar Abdurrahman hozirgi ahvolda yana Guantanamo turmasida turgandek yashayotimiz dedi. Shanxay hamkorlik tashkilotining Turkiyani qabul qilganlik qarori chiqdi. Shanxay hamkorlik tashkiloti bosh kotibi Rus diplomati Dmitry Mazantisov Turkiyaning Shanxay hamkorlik tashkilotiga rasmiy fikr berguvchi sifatida a'zolikqa qabul qilinganligi haqida qaror chiqqanligini jakarladi. Dmitry Shanxay hamkorlik tashkiloti bilan Turkiya o'rtasidagi hamkorlik kelishimi memorandumining oldimizdagi kunlarda Turkiya tomonidan belgilangan tarixda Turkiya tashqi ishlar ministri Ahmad Davutoğlu bilan imzolanganligini uqtirdi. Amerika Qo'shma Shtatining Nyu-York shahridagi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti binosidagi bayonot e'lon qilish yig'inida Dmitry Turkiyaning Shanxay hamkorlik tashkilotiga sherik bo'lishiga munosabatlik qonuniy qaror o'tgan yilgi Beijing yuqori darajalik amaldorlar yig'inida muzokara qilingan edi. Lekin u vaqtda bu qaror rasmiylashmagan edi dedi. Shanxay hamkorlik tashkilotining rasmiy a'zolari Rossiya, Xitoy, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekistondir. Hindiston, Eron va Mong'oliyalarning kuzatuvchilik salohiyati bor. Turkiya bilan bir qatorda fikr berguvchi sifatida salohiyatga ega davlatlardan Chor Rossiya va Sri Lanka bor. Pakiston Xitoy mollaridan 35% boj elishni qaror qildi. Pakiston xalq ishlari organi bayonot e'lon qilib, Xitoydan Pokistonga import qilinadigan mollardan elinadigan bojni %35% ga o'stirishni qaror qilganligini e'lon qilgan bo'lib, bu qaror 15 apreldan boshlab kuchga ega bo'ladi ekan. Pakiston iqtisod ministri Javad Naj muxbirga bergan bayonotida Xitoydan Pokistonga mol import qiladigan tijoratchilarning ko'pinchisining talondagi asli baho summasini tamojna o'rinlaridan yushiradiganligining ma'lum bo'lganligi. Bu usulda Pokistonning yerlik mollari bilan Xitoy mollarining o'xshash raqobatlashishga foydasiz ekanligini, shundaqla Pokiston iqtisodining ig'ir ziyonga uchraganligini ilgari surgan. Pokistonga zo'ravon davlatlar va'da qilgan iqtisodiy yordamlar Pokiston o'ylagandek amallashmaganligi uchun Pokistonning iqtisodi ig'ir xavfga duchor bo'lmoqda. Pokiston zo'ravon davlatlarning va'dalariga ishinib, qo'shinlarining nafratiga qoldi. Xitoyning ozg'ina yordamiga tayanib, iymonli va jug'rofiyaviy qo'shnisi bo'lgan Sharq Turkistonga ta'tir qaradi va Xitoy talab qilgan Uyg'urlarni Xitoy kommunistlariga tutib berdi. Amerikaga oldinib eng yaqin qo'shnisi Afg'onistonga qarshi Amerika bilan hamkorlashdi. Xitoy va Amerikaga o'xshash zo'ravon kuchlar Pokistonga qilgan yordamining necha hassini oshirib foyda olib kelmoqda. Ma'lumotlarga qaraganda Pokiston Xitoydan kiyim-kechak, oila saymonlari va elektr uskunalari qatorliq mollarni import qildi ekan va %12% dan to'van boj olib kelgan ekan. Sharq Turkistondagi masjid xonaqolariga Xitoy kommunist bayrog'i majburiy esildi.
Sharq Turkistonga sistemalik besim siyosatini oshirib ijro qilib kelayotgan Xitoy kommunistlari yana yangi bir siyosat chiqarish orqali Sharq Turkiston musulmonlariga bo'lgan besimni texmo kuchaytirdi. Musulmonlarni nishon qilib kelgan ishg'olchi Xitoy kommunistlari eng oxirida Sharq Turkistondagi masjid xonaqolarga Xitoy kommunist bayroqining esilishi va esilgan bu kommunist bayroqining Xitoy Kommunist Partiyasiga qarashliq masjid xonaqolarining imomlari tomonidan maxsus muhofazat qilinishi haqida buyruq tushirib, tashviq qog'oz tarqatdi. Bu tashviqot qog'ozidagi buyruqqa binoan butun masjid xonaqolariga Xitoy Kommunist bayrog'ini qadash uchun maxsus bayroq turiga o'rinlashtirildi va tajovuzchi Xitoy kommunistlarining Uyg'urlarning va musulmonlarning qini bilan bo'yalgan qizil bayrog'i esildi. Ko'rguvchilarning aytishiga qaraganda mart oyining boshlarida Qashqarga qarashliq Yangisar shahridagi Cho'lpon yezi kentidagi mahalla masjidiga esilgan Xitoy Kommunist Partiyasining bayrog'i noma'lum iymonliq, vijdonliq va g'ururliq azimatlar tomonidan ko'ydirib tashlangan. Vaqadan xabar topgan tajovuzchilar yerlik g'olchilar orqali mazkur yezi kentni qo'rshovga olgan va bu yezda o'ltiraqlashgan hamma odamni so'roqqa tortgan. Tajovuzchining qonliq bayrog'ini ko'ydirib tashlagan erkakni topolmagan ishg'olchi g'olchilar mazkur masjidning imomidan tortib 50 ga yaqin kishini nazorat ostiga elib tutib ketganligi ilgari surilmoqda. Xitoy doiralari ilgari 18 yoshdan tuvan yoshlarning, ayollarning Xitoy Kommunist Partiyasi a'zosi va davlat xizmatchisi bo'lgan musulmon Uyg'urlarning masjidlarga berishini cheklab uqtirish chiqargan va bu razil siyosatni ijro qilib kelayotgan edi. Texi yaqinda saqolliq erlar bilan sharmi hayoliq kiyingan hijobliq ayollarning doktorxona ish bajarish o'rinlari ommaviy qatnashlarga chiqishini cheklagan. Haddidan oshgan Xitoy ishg'olchilari hajga boradigan musulmonlarga nurg'un shartlarni qo'yib, musulmonlarning haj ibodatini ado qilishiga to'sqinlik qilib kelmoqda. Londonda musulmonlar oshxonasi ishlatgan go'shtdan cho'chqaning DNAsi bayqaldi. Yaqinda Yevropada ot go'shti masalasi avjiga chiqib, qattiq g'ulg'uli qo'zg'agan va ot go'shti bor yemekliklar tekshirilishga boshlagan edi. 15 mart tekshirish asnosida Angliya yana bir yangi material e'lon qilib, tekshirish xodimlarining Londondagi Senma maktabi musulmonlar oshxonasidan cho'chqa go'shtining DNAsini bayqaganligini ilgari surdi. Dastlabki tekshirish natijasida ko'rsatilishicha, kala go'shti qatlamasining ichida qo'y go'shti bilan cho'chqa go'shtining aralashmasi bor ekan. Angliya amaldorining deyishicha, mazkur oshxonadan ot go'shtining tarkiblari bayqalmagan bo'lsa-mu, ammo ular ishlatgan go'shtning tarkibidan cho'chqa go'shti DNAsi bayqalgan. Biz bu munosabat bilan bo'libmi Yevropa ellarida yashayotgan qarindoshlarimizga go'sht, sut, qaymoq turidagi mahsulotlarni iste'mol qilganda alohida diqqat qilishni tavsiya qilamiz. Erkin Suriya Birlashma Vaqtliq hukumatining raisligiga Ghassan Hayto saylandi. Erkin Suriya Birlashma Vaqtliq hukumat raisi saylash yig'ini Istanbulda o'tkazildi. Rais saylash yig'iniga 65 nafar a'zo qatnashgan bo'lib, 19 mart seshanba kuni Ghassan Hayto 35 nafar kengash a'zosining ovoz berishi bilan Erkin Suriya Birlashma Vaqtliq hukumatining raisligiga saylandi. دائما كانت تراودني فكرة خدمة بلدي من خلال خبرتي وتجربتي. Ghassan Hayto 50 yosh, Kurt millatidan bo'lib, Amerikada ta'lim olgan va Amerika nopasiga ega. U ilgari Amerikada uchur aloqa sohasida xizmatda bo'lgan. Suriya inqilobidan keyin inqilobchilarni qo'llab, insoniy yordam hozirlash xizmatlarini elib borgan. Ghassan Haytoning vaqtli hukumat raisligiga saylanishi, shundaqla 65 nafar a'zo qatnashgan saylam yig'inida Ikhvanul Muslim kengash a'zolarining uningga ovoz berganligi kishilarda har xil shubhalarni uyg'otmoqda. Hürmetli televizor ko'rguvchilar, haftalik istiqlol xabarlari programmamiz bugun mush yerda oxirlashdi. Kelar qitimqi programmamizni ko'rishgacha sizlarni Janobi Allohga topshiramiz. Assalomu alaykum.